Assalomu aziz qadrdonlar. Sog'ob binosini ro'parasidan kirganingizda Albek taomlarining yonidan chiqasiz. Buni shuni kelganingizda chap qo'lga yurib kelganingizda Albaraka o'zbek milliy Uyg'ur taomlari bor ekan. Go'shtli taomlarni sog'inganlar uchun ajoyib bir tuhfa. Mana salatlarni biz uchun bekorga qilib berdi mana qadrdon akamiz. Ovqatlariga keladigan bo'lsa, ovqatlarida menyularida ham ko'p narsalar bor ekan. Xohlasanglar osh deysizlarmi, chuchvara deysizlarmi, narx-navolar bilan qo'yib ketyapmiz mana inshaalloh. Ovqatlarimiz tayyor. Go'shtli salat, somsa o'zimizni haligi somsalarni sog'inganlar uchun mana alohida salatlari bilan go'sht pokizaligiga baho berdik. Mana go'shtli ovqatdan zakaz qildik. Inshaalloh mana ko'raverasizlar, bemalol yeb ichishlari. Ishchi ham olamiz deyapti. Bemalol telefon qilib murojaat qilinglar bizga. Biz kelib o'zimiz joylab ketamiz. Ish so'raganlar uchun ishlar ham bor ekan. Uyg'urlarman? Ha. Oo, mashalloh. Mana somsalarni ham yangi pishirib beramiz deyapti mana. Yangi. Kelib bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Xohlasanglar maza qilib oilaviy kelib, mana Uyg'urlarmanda yangi pishirib beramiz deyapti. Kelib ko'rib maza qilasizlar. Az qadrdonlar. Mana lag'manda cho'zib yangi cho'zib berishlari bilan mana ko'ryapsizlarmi? Uyg'urlarmanda. Bormi sog'inganlar Uyg'urlarman sog'inib yeyganlar mana. Mana maza qilib yeysizlar uni Uyg'urlarman. Akam o'zi kutib oladi. Ismingiz nima aka? Sulton? Sulton aka mana o'zi kutib oladi. Bemalol o'zbekcha murojaat qilaverasizlar mana qadrdonlar bilan. Kelib oilaviy kelib o'tirsanglar ham bo'ladigan joylar ekan. Aziz qadrdonlar mana. Kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ishchi xizmatlari ham kerak deyapti akam. Ishchi kerak desanglar, agar bemalol aloqaga chiqinglar. 91 kodi bilan 611 0121. Telegramimiz 24 soat ishlaydi.